Assalomu alaykum. Azizlarimiz, ro'za muborak bo'lsin hammangizga. Ro'za Ramazoningizni Alloh taolo nihoyatda foydali qilsin. Sog'liqlaringizga, dunyoyingizga, bugun bizni zo'rimizga, qabulimizga don Hanifaxon tashrif buyurdilar. Bu kishi kelganlarda nihoyatda oyoqlari shishgan, yurolmagan, xastada kelganlar. Biz bu kishini yuzlarini ko'rsatmoqdamiz. Chunki namanganlik ayollarimizni bilasizlar. Ko'pam birovga yuzlarini ko'rsatish xohlashmaydi. Shuning uchun biz sizlarga shunaqa poliartrit og'rig'idan davolangan kasal ayollarimizni ko'rsatish uchun va buni davosi nihoyatda osonligini sizlarga bu kishidan og'izlardan eshitishlaringlar uchun ko'rsatibmiz. Marhamat, Hanifaxon, gapiringchi, kelganingizda qanaqa holatda keldingiz, nima bo'luvdi? Meni oyog'im shishib ketgandi. Hamma doktorlarga bordim. Keyin tuzalmadi, suv oldi oyoqlarimdan. Yana tuzalmadi. Oxiri masha keldi. Masha Kinchabinika kelib, oyoqlarim tuzaldi. Nima qilganingizda tuzaldi? Anaqa tuyani O'rkachin yog'inimi? Tuyani yog'ini oyog'imga ustaganman. Ikkita edi. Ikkita pachkada surkadingizmi mana shunda? Ustadim. Oyog'im o'zi yaxshi egilibdi, o'tiribdimi? Ancha yaxshiman. O'tirolmay qolganmidingiz? O'tirolmay qolganman. Oyog'ingiz qimillamasmi, shishib ketuvdi-da? Shishib ketuvdi, hasada yurardim. Miyangiz ham yaxshi nimani qabul qilmay qoluvdi-da. Orqangizdagi og'riq zo'rligidan qonlaringiz ham og'riganda, oyoq qo'lingiz qaltirarmidi? Bu bo'yindagi grija, mana dum suyani tevasidagi grijalar oyoq qo'li qaltirashiga olib kelgan bu kishida. Bunaqa kasallarimiz hozir nihoyatda ko'p. Biz sizlarga bularni bejizga aytmoqdamiz. Ayollarimiz buni bedavoda degan deb qo'rqib yurishmasin. Buni davosi juda ham oson. Oddiy, mana Hanifaxon, mana gimnastikani qildingizmi? Bir kunda necha martadan qildingiz? 3 marta, 4 martadan qildim. 3 mahal qildim. Ertalab, peshinda, kechqurun qildim. Mana ko'rdingizmi? Bu mashq juda ham oson. Bu yosharish sirlari degan yogani kitobidan olingan parcha. Biz juda ham ko'p ayollarimizga mana shu tuyani o'rkachini yog'i va o'zimiz tayyorlagan boshqa malham dorilar bilan berganimizda ular juda yaxshi tuzalishganini aytishadi. Siz ham shuni ko'pgina surkadingizmi? Mana bu mashqni nechtagacha ko'tarib qildingiz? Oldin umuman oyog'im egilmasdi. Oldin birinchi bunda o'tirib narsa qildim, o'tirolmasdim. Mana shuni egilib qolgandi, mana shuni tekisib qolgandi. Qotib qoluvdimi? Qotib qolgandi oyog'im. Mana shuni qilaverganimdan keyin yurib yaxshib ketdi oyog'im. O'zi Xudoga shukr, hech qatim og'rimadi. Oyog'im tuzuv meni. Bu kishi endi 3-4 ro'za tutganlarda oshqozonlari yana hajmlari buzilib og'rib hozir keldilar. Oyoqlarning og'rig'i yaxshiligini, mana shu gimnastikani har kuni qilayotganliklarini va bundan juda katta foyda topganliklarini bizga aytdilar. Biz boshqa ayollarimizga ham artroz, poliartrit, hozirgi kunda juda ham ko'p yoshlarimiz grijaga uchrab turishibdi. Shularga ham davolanishga juda ham osonligini, shu mashqlarni qilishsa, tuzalish osonlashganini mana shularni misollarda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldik. Bu ayollarimizni betini ko'rsatmasligimiz namanganliklarni bilasizlar. O'ta taqvodor xalqimiz. Bu kishini mana hastadan chiqib, yurib turganlarni yurib ko'ringchi, hozir yurishda, o'tirishda nimangiz bormi? Problema bo'lmoqdimi endi? Mana oyoq qarasangiz ozgina nimasi ana. Mana o'tirib turibdilar ham. O'tirib turolmasdim. Egilmasdim, mana shu qotib qolgandi mana shu oyog'im. Qo'lingiz ham og'rirmidi? Qo'llarim ham og'ridi. Mana mashqlarni qilib. Hech qatim oyog'im tuzalib qoldi. Allohga shukr. Bu juda ham qiyin emas. Buni davolanishi juda qiyin emasligini ko'rdinglar. Allohga shukr.
Mana tüyeni örkeçini yoğu şunçalik şifa başlıgidan hazır judayam internetde maşhur boldy. Bu haqiqatligini mana bu polartritga yemirilgan suyani davolaganini ko'rib turibsiz. Ikkita mashinada surkaganli xolos, ikkita mashina nimada. İkkitasini surkaganlarda şunçalik natija boldy. Endi o'zimiz tayyorlagan boshqa malhamdorlarimiz bor. Ularni ham surkaganlar. Asosiy bular o'zlari mashq qilganlar. Undan tashqari mana doktor dorsiga o'tib qolganmidingiz? Nima dori ichardingiz? O'sha har xil dori qilishadi-da. Doktor dorsiga o'tib qolganlar bular. Mana bu kompress dorimiz, birinchisi bu oyoqdagi shish qaytaradi. Mana bu dorimiz mana. Mana buyrak shishiga, bachadonga, revmatizmlarga surkash uchun bu malhamdorimiz. Buni ham ko'p miqdorda surkaganlar bu ayolimiz. Allohga shukrki, Xudoim shifo qilib, yaxshi bo'lib qoldilar.